Bank tarafından Nursiz qalasida 30 hektardan makan qurilishi biriktirilganda bu makan qurilishi 39 hektardan tavsiyasi bilan 30 millionga ma'lumotlar hektardan tavsiyasi tegarilgan. O'zini banklar asosida sharhlovchilikda nega teplitsaga 30 million ma'lum 4 yildan 4 yılga verildi. 12 imtiyazlardan yılı 17,5% verildi. Eğer siz özünüz banklar юридический firmayla şirket vermeyen bu guvahname alsanız onda 300 milyonga дейін kredit verildi. Bu özünün hesabına 30% ülesi bolu gerek hem de юридикалық guvahname alıp bir aylardan tizimine o'tgan bo'lmasi kerak. Asfalt uskunaga 300 million asfalt uskuna sotib oluvga hamda bitmay turgan imalatlardan 25% bitmay turgan bo'lsa, so'g'an ham kredit oluvga bo'ladi. Keyin yengil konstruksiya qadimgi magazinler ko'shib, akvaryum yerlarda qurilgan yengil konstruksiya ularga da kredit beriladi. 17